Siz uchun xushxabar. O'zbekiston va Shvetsiya o'rtasida migratsiya sohasidagi hamkorlik va kelishuvlar yaqinda bir nechta muhim hujjatlar va tashabbuslar bilan mustahkamlanmoqda. Quyida asosiy jihatlari. Asosiy kelishuvlar va tashabbuslar. Qo'shma deklaratsiya imzolanishi 2025-yil iyun. 2025-yil 24-25 iyun kunlari Shvetsiya vaziri Johan Forsell O'zbekistonda bo'lishi chog'ida migratsiya bo'yicha hamkorlik deklaratsiyasi imzolangan. Ushbu deklaratsiya mehnat migratsiyasi, noqonuniy migratsiyada qarshi chora-tadbirlar, axborot almashish va konsullik qo'llab-quvvatlash tizimlarini mustahkamlashga qaratilgan. Mehnat migrantlarini tashkiliy ravishda jalb qilish rejasi. Shvetsiya o'zbekistonlik ishchilarni xususan qurilish, logistika va tibbiyot sohalarida qabul qilish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Pilot loyihalar orqali malakali mutaxassislarni tayyorlash va ish bilan ta'minlash bo'yicha hamkorlik qilish taklif etilgan. Kelgusidagi bitim. Hukumatlararo migratsiya va mobillik bitimi. Shvetsiya tomoni hukumatlararo migratsiya va mobillik bitimi International Agreement on Migration and Mobility loyihasini yakunlashga tayyorligini bildirdi. Ushbu bitim qonuniy migratsiya imkoniyatlarini kengaytirish, migrantlar huquqlarini himoya qilish va institutsional salohiyatni oshirishga qaratilgan. Kengaytirilgan hamkorlik 2025-yil kuz-sentyabr. 2025-yilning sentyabr oxirlarida O'zbekiston va Shvetsiya vakillari Toshkentda uchrashib, migratsiya, reintegratsiya, ijtimoiy himoya va gumanitar dasturlar bo'yicha hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qildilar. Afg'oniston bilan bog'liq migratsiya va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni ham Shvetsiyaning hamkorlik doirasiga kiritish nazarda tutilmoqda. Axborot almashish va qonuniy migratsiya uchun loyiha. Shvetsiyaning Delmi instituti From Information to Migration, Information Sharing in Third Countries nomli loyiha doirasida O'zbekistonni ham qamrab oladi. Ushbu loyiha qonuniy migratsiya yo'llarini targ'ib qilish va migratsiya ma'lumotlarini samarali tarqatish usullarini o'rganishga qaratilgan. Qanday savollar hamon qoldi yoki ehtimoliy muammolar? Bitimning to'liq qabul qilinishi va qonuniy kuchga kirishi hali yakunlanmagan bosqichlarda. Ishga yuboriladigan mutaxassislar uchun sertifikatlar, til bilish, malaka tan olinishi kabi amaliy jihatlar qanday bo'lishi kerakligi hali ekanligi aniq emas. Qonuniy migratsiya va migrantlar huquqlarini himoya qilish bo'yicha mexanizmlarning qaysi jihatlari ustun qo'yilishi kerakligi hali batafsil tuzilmadi. Bizning Migratsiya Uzbekistan ijtimoiy tarmog'imizga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting.